Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Ebi Hamid el-Ghazali rahmetullahi aleyhinin Bidayetul Hidayeh, Hidayetna muqaddimisi yoki Hidayet kullanmisi namlıq bu əsrdə biz bugün başqa namazlarga, yani bomdat namazdan başqa namazlarga qandaq tayyorlik qiladi, shuningga munosabatlik bir qism adab, qoida, usullar bilan tanishib chiqamiz. Ebu Hamid el-Ghazali shundaq deydi: Endi sen peşim namazga tayyorlik qilishing uchun zavaldan bururaq, ya'ni kun tiklanishdan bururaq tayyorlik qilishing lozim. Agar seninki endi kechalarda o'qiydigan qiyomul layl, kechilik namozlaring bo'lib qolsa, tushda biroz uxlab ol. Qadimgi davrlarda bu qaylular deganda peshimning oldida, hozir mesela peshimdan keyin uxlaydi, lekin ayni vaqtlarda peshimning oldida uxlagan uyquni qaylular deb atagan. Bu sunnat, bu qaylular uyqusi. Ham kechalar qiyomlaring bo'lib qolsa yoki boshqa undan boshqa bir yaxshi ishlarni qilish uchun uyqusiz, uyqu bedor holatda o'tmoqchi bo'lsang, qaylular uyqusini uxlab ol. Kechida sizningki namoz o'qishingga, qiyomul layl turishingga bu bir az qulaylik sharoit yaratib turdi. Shundaqla saharlarda ro'z tutishga nisbatan elib etgan vaqtidami bu nihoyatda munosib. Ammo lekin sana shuni eskartay, kechida qiyomda turmaydigan, kunduz ro'z tutmaydigan odamningki qaylular qilishi munosib emas. Bu xuddi gündüz rosmay şu saat qo'pib olgan adamga o'xshaydi deb qaragan. Zavaldan burun uyg'on deydi agar uxlab qolsang navoda. Tarat ilib, masjid kelib tahiyyatul masjidda o'psiz kirgan namozni o'qib. Muazzinning azon eshitishini kutib tur. Muazzin azon aytgan vaqtida azonda nima desa shuni da. Ondan qo'pib zavaldan keyin, ya'ni azondan keyin 4 rakat namoz o'qib. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu 4 rakat namazı nəhayət uzun oqub mundaq deydi. Mana bu vaqt osmon darvozalari ochiladigan vaqtdir. Mening mushu vaqtda yaxshi amallarimning Alloh tarafiga ko'tarilishini yaxshi ko'rma deb payg'ambarimiz mushtaq deydi. Ham bu 4 rakat namoz peshindan burunqi ta'kidlangan sunnat namozdir. Hadisda kim mush 4 rakat namozni o'qisa, ruku sajdalarini go'zal yaxshi ravishda ado qilsa, onun bilan 70 ming farishta namoz o'qib, kechikichilik bu odam uchun istig'for etadi degan bir xabar bor. So'z bor. Ondan imom bilan farz namozni o'qigan, farzdan keyin 2 rakat namoz o'qi. Mana bu sunnatga kelgan muhim sunnatlarning qatoridagi 2 rakat namoz. Asirg'ichilik bo'lgan ishlaring ya ilm o'rganish bilan bo'lgan, yoki boshqa musulmon mu'minlarga yordam qilish bilan o'ssin, ya Qur'on o'qig'in, yoki o'zingning diningga, imoninga yordamchi bo'ladigan yaxshi bir ish harakat bilan mashg'ul bo'lg'in, yoki dunyo azroq pul mol topqin. Bu orqali o'zingni qamdab, ya'ni diningga bir quvvat hosil qilg'in. Asrdan burun 4 rakat namoz o'qi. Bu ham sunnat. Peygamber aleyhissalatu vesselam asrdan burun 4 rakat namoz o'qigan odamga Alloh rahmat qilsin degan. Peygamber aleyhissalatu vesselamniki duo barakati senga yetsin desang, ashta qilgin. Buningga sen tirish. Asrdan keyinmi yuqorqidagi ishlar bilan mashg'ul bo'l. Yaxshi ishlar bilan, Qur'on o'qish bilan, yoki ish emgak bilan bo'lg'in. Sening vaqtlaring unda bekor, behuda o'tsa durust emas, yaxshi emas. Sen her vaqtlaringni nəhayət münasib, qandaq münasiblikini yaxşı o'rinlashtirishing kerak. Hatta o'z nafsingdan hisob etib tur. Kecha kunduz qildigan ishlaringni bir xil rad silib ol. Her vaqtga bir ishni o'rinlashtir. Boshqa ishlarga ta'sir ko'rsatmaydigan holatda bo'lsin, ishlaring radlik bo'lsin. Bu orqali sen vaqtning barakatini topa olaysan. Ammo bir odam o'zini behuda hayvanatlardek sel qarab o'zini tashlayib ekan. Her vaqtlarda nemini qilib, nemini qilmaslikni bilmaydi ekan. Bu odamning vaqti zoya bo'lib o'tib ketaverdi. Vaqt demak sening umring demakdir. Umring bo'lsa sening bir dasmoyang.
Bütün ticaretin şu desmayın üstüde oylun demesmi. Bu arkalı Xudanın huzurida mengülik bəxt saadetki erişsen. Senin her bir tınıkların bir cevher. Bir cevher. Paydasız össe bunun kıymeti yok. Bunun ornun toşqazgılı bulmaydı. Ketdi xalas bunun kayıtlıqlı bulmaydı. Ahmaklarçı bulma dedi. Bir kısım ahmaklar ba. Ular künde xuşal xuram yaşıdı dedi. Bugün manç pul payda aptime, manç pul payda taptime dedi. Əməliyyatda bu tapqan paydası mal mülki, bularının ömrünün kimi işi bedeli kəlgən emasmı? Bunun da ömrünü kime etken bundaq mal dünyada qandaqmı paydalıq bolsun? Senin xuşallıqın faqat ilim ügünüş bilen, əmel bilen xuşal bolsan boludu. Mana bu senin qabirde sana hemra bulduğan senin birden bir hemrayın. Ailen kalıdı, mal dünyanın kalıdı, balların kalıdı, dost adaşların kalıdı. Hem de kuyaş sağadı esirden keyin. Kuyaş petişten burun mescidki beriş için aldıra. Tesbih istiğbar bilen meşgul boğun. Bu vakit mı kuyaş çıkka vakitki okşaş bir vakit. Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de şundaq deydi. Kuyaş petişten burun, kuyaş çıkıştan burun Perverdigarına hamd sana etkin, istiğfar, tesbih etkin degan. Kuyaş petişten burun ve şemsi ve duhaha ve leyli iza yaksha kul a'udhu bi rabbil falak kul a'udhu bi rabbin nas o'qigan. Kuyaş patkan halet senin istiğfardaki halatında kuyaş bassın. Azanını anladın. Azan muazzin nimdir şunu degen. Muazzin azanını etip boğan degen. Mundaq degen. Ey Allah, kecha keldi, gündüz mаңды. Namaz vaqti bo'lib qoldi. Sening dailanın ovozi yangrayotgan bir paytda sendan shuni so'rayman. Muhammad alayhisolatu vasallamga shu maqomni bersa. Bu dua başta o'tgan azan to'g'riliq. Shu duoni o'qi demoqchi. Sen hamda takbir aytilgandan keyin farz namozni o'qigin. Undan keyin sen gap qilmay turib yana 2 rakat namoz o'qi. Mana bu sham namozining sunnatidir. Agar buningdan keyin 4 rakat namoz o'qisang, uzoqroq o'qisang, bu texim yaxshi. Bu bir sunnat. Agar imkon bo'lsa, xuftan namozga qadar sen masjidda e'tikofni niyat qilib o'ltasang, bu nihayatim yaxshi. Şam bilen xuftan arasını namaz bilen ihya qilganing to'limi güzel. Bu vaqtning fazilati haqida sanab bo'g'il bo'lmog'idek yaxshi mazmunlar kelgan. Mana bu kechining kirgan payti, kechining dastlabki vaqti mushu. Mana bu vaqtda o'qilgan namoz avvabillarning namozi. Avvabin degan Xudo ko'y, Xudoni yaxshi ko'radigan kishilarning namozi degan bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalam Allah subhanahu ve taala'nın tövendeki ayet hakkında sorulğanda mundaq cevap bergen. Yani estaizu billah tetecafa junubuhum anil mazaci'i degan ayet nima degan bo'ladi desa, buni sham bilan xuftan orasidagi namoz deb ta'riflagan. Mana bu namozlar kunduzda qilingan lag'va o'yin tomoshalarning zahrini qochirib gündüzün ahirde nəhayət süzük, sap halette seni keçigi başlap girdi. Məlağat degan ibaret işletken, bu yani lag'va, paydasız işler deb ta'riflandi. Endi xuftanning vaqti kirdi. Xuftanning farzini o'qishdan burun 4 rakat namoz o'qi. Bu ham ikki azan, yani takbir bilan sunnat orasidagi bir sunnatni ihya qilganlik. Buning fazilati nəhayət ko'pdir. Hadisda azan bilan takbir orasida qilingan duo rad qilinmas deydigan bir so'z bor. Ondan farzini o'qi, 2 rakat sunnatni o'qi. Bu 2 rakat sunnatda alif lam sajda, sur tabarakni o'qi, ya sur yasinni o'qi, yoki sur duxonni o'qi. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ashta qilganlik haqida
eserli ba, hadisli ba. Bundan keyin 4 rekat namoz o'qi. Xabarda mush 4 rekat namozning fazilati bayon qilingan mazmunlar bor. Ya'ni xutbaning 2 rekat bu muakkad sunnat, kuchli sunnat. Bundan keyin yani 4 rekat o'qiydigan sunnat va ajizroq, belki ta'kidlik emas, ammo sunnat. Shuni demoqchi. Endi bundan keyin sen 3 rekat vitr o'qi. 2 salom bilan o'qisangmi bo'ldi, 1 salom bilan o'qisangmi bo'ldi. Bunda demoqchi bo'lgani vitr namozini 2 rekatni 1 rekatni 1 o'qisangmi bo'ldi. Endi Hanifi mazhabdan boshqa mazhablarda, bo'lapmi Shafiy mazhabda, Hanbali mazhabda vitr namozini 2 rekatni 1 o'qiydi, 1 salom berib, ondan 1 rekatni 1 ayrim 1 o'qiydi. Ammo Hanifi mazhabda buningga yo'l yo'q, buningga vojib deb qaraydi bo'lar. Payg'ambar alayhisolatu vassalam vitr namozlarda Sabbihismi robbikel a'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Sura Ixlos, Qul a'udhu bi robbil falaq, Qul a'udhu bi robbin naslarni o'qiydi. Agar sen kechida qiyomda tahajjud namozi o'qimoqchi bo'lsang, vitrni kechiktirib oxirda o'qi. Oxir kechida o'qilgan namozingning eng oxiri vitr namoz bo'lsin. Bundan keyin hamda ilm o'qimsa, muzokara qilamsa, kitob ko'ramsa, mushta foydali ishlar bilan mashg'ul bo'lgin. O'yin, tomosha, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lib qolma. Bu behuda o'yin, tomosha ishlaring uxlashdan burunqi sening eng oxirgi amaling bo'lib qolmasin. Chunki har qanday amal o'zing tuganjisi oxiri qarab shuniki bir miqdori foyda ziyni o'lchinadigan gap. G'azalininki kitobidagi darsimiz bugun mushunchalik bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.